Ekvivalentlik qonuni tarkibining doimiyligi qonuniga ko'ra birikmalar hosil bo'lish va uning tarkibiy qismlari bir-biridan qat'iy miqdoriy nisbatda birikadi. Shuning uchun kimyoda ekvivalentlik E va ekvivalentlik massa M degan tushunchalar muhim ahamiyatga ega. Elementning ekvivalentligida bir mol vodorod atomlari bilan qoldiqsiz birikadi yoki kimyoviy reaksiyalar shuncha vodorod atomlarining o'rnini oladigan miqdorga aytiladi. Ekvivalentlik tushunchasi fanga 1820-yilda ingliz olimi Wollaston tomonidan kiritilgan. Shunday hollarda ayni bir elementning turli birikmalarda ekvivalentning massa bir-biriga nisbatan shuncha katta bo'lmagan butun sonlardan iborat bo'ladi. Shunday hollar uglerodning ikki birikmasi bo'lgan is gazi CO va karbonat angidri CO2 da uni ekvivalent massasiga mos ravishda 6 gram mol va 3 gram mol ularning nisbati 2:1 nisbatini tashkil qiladi. Ekvivalent hajm moddaning bir